Har bitta ayol kishini orzusidagi xonadonni topdim. Narxlarni ham boshida aytaman, ma'lumotlarni hammasini boshida aytaman. Bilasizlar, o'zi odatda oxirida aytib ketaman. $118,000 ga mana shu 88 kvadratli 3 xonali xonadonimiz bo'ladi. Yevro remont, barcha ko'rib turgan mebel texnikamiz qoladi. Xonadonimizni obzor qilishni boshlaymiz. Kirib kelamiz, juda ham keng ko'rasizlar. Bu studiya formatda katta mehmonxona qurilgan, o'zi razdelniy bo'lgan, lekin ochib yorib juda ham zo'r yechim qilishgan. Eshikdan kirib kelar ekanmiz, o'ng tarafda umumiy yuvishxona va alohida hojatxonalarimiz bo'ladi. Juda ham yaxshi remontdan chiqarilgan. Xonadonimizni yana xollga qaytdik. Bu yoqdan oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Ko'rasizlar, har kungi choy ichib o'tiradigan zonamiz bo'ladi. Bu yoqdan astrologlar bor va oshxona mebellarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham akkuratni joylashtirilgan, xolodilniklari ham bor. Endi bo'lsa xonadonimizning bu yoq tarafdan balkoni ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Atmosfera juda ham chiroyli ko'rinadi. Mana shu katta televizorlar ham shu yerda shundoq qoladi. Xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi o'zining ikkita yotog'i va garderobniklari bilan birga bo'ladi va alohida bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ranglar kalibratsiyasini ko'ryapsizlar. Mebellardan tortib, biralari, lyustralargacha o'sha detalli qilib tillalar yozilganga o'xshab juda ham chiroyli dizayndan foydalanishibdi. Bu yoqda ayollar bo'yanadigan alohida komodlar mavjud va ko'chaga qaragan kattagina derazasi ham bor. Xonadonimizni ko'rdinglar, gilamlarigacha chiroyli qilib solingan. Umumiy maydonni eslatib o'taman, 88 kvadrat metr tashkil qiladi. Juda ham chiroyli, yevro remont, hamma narsa qoladi. Turgan manzilimizni tushuntiradigan bo'lsam, Yunusobod tumani 18-kvartal bo'ladi. Eski Chayka deb bilishadi. Orientirni aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, Ixlos klinikani ko'pchilik biladi. 18-kvartaldagi. O'shaning oldidan 100 metr kirganimizda 7 qavatli nostrokamiz joylashgan. Shuni 6-qavatli xonadonimiz bo'ladi. Narxini yana hurmatli eslatib o'taman. $118,000. Bu narxdan albatta o't beradigan joylari bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.